Do'stlarim, ko'klamga holat yana boshlandi. Mana bitta o'zimga ekketman. Lapatga mana suvni boshladik. Suvchi yo'q, marhamat. Yana o'zim va yana o'zim asosiy rolda do'stlarim. Shuning uchun mana suvlar kelyapti mana. Arnasoy tuman suvchilarimizga rahmat. Suvlar hozir hech kim kerak emas. Suvlar kelyapti, lekin ketmani o'zimda do'stlar. O'sha gap, ko'klamdagi gap. Shunday, shuning uchun ko'ringizlar, kuzatingizlar. Mana Arnasoy tumanidagi yer maydonimizda ishlar boshlandi do'stlarim. Suv qo'yish ishlarini boshlaganmiz. Shuning uchun ko'ringizlar, kuzatingizlar, obuna bo'lingizlar. Dehqonchilik kundan kunga o'lmoqda. Shuning uchun shunaqa ahvol. Mana do'stlarim, ishlamaslik, dangasalik mana. Latoklarni to'lig'icha o't bosgan, ishchi yo'q. Rais Belarusda yuribdi. Suv yurmaydi. Mana bu dangasalikning, lo'dirlikning oqibati mana. Mana endi tozalaymiz, suvlar yuradi do'stlarim. Shuning uchun bu Arnasoyda Dilmurod chorvasida sug'orish ishlari boshlandi do'stlarim. Dangasalikni yig'ishtiramiz, bo'ldi, damlar o'tdi hammasi. Belarusda ham qoldi ortda, Moskvasi ham ortda, endi bu yog'i ish kerak. Bedaga sug'orishga qaqshab ketdi do'stlarim. Sizlar bir ko'rib, sal qo'llab quvvatlab turingizlar do'stlarim. Mana do'stlarim, bizning ahvolimiz mana. Ko'ringizlar suvning ahvolini mana. Yurmaydi suv. Mana biz asosiy rolda mana. Bir qo'lda ketman, bir qo'lda lapatga. Shuning uchun ko'ringizlar, kuzatingizlar, dehqonlik ham oson emas. Qoldi Belarusda, Minsk emas.